Bugun sizga yolg'onchi onamni sog'indim degan bir hikoya aytib bermoqchiman. 8 yoshli bolani onasi dunyodan ko'z yumdi. Dadasi farzandi qiynalmasligi uchun ikkinchisiga uylandi. Shunda bir kun otasi o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, birinchi onangdan ikkinchi onangni farqini sezdingmi? Farqi bormi?" deb so'radi. Shunda o'g'li aytibdi: "Ha dada, bor farqi. Birinchi onam yolg'onchi edilar. Aytgan gaplarini ustida turmasdilar. Lekin ikkinchi onam aytgan gaplarini ustida turadilar", dedi. Shunda dadasi taajjublanib: "Nega bunday deyapsan? Qanaqasiga yolg'onchi edi?" deb so'raydi. Shunda o'g'il aytadi: "Agar o'yinni to'xtatmasang, aytganimni qilmasang, asabimni ko'p buzsang, ovqat bermayman" deb qo'rqitardilar. Lekin ovqat berardilar. Ko'chada o'ynab kech qolib ketsam, meni izlab chiqib, oyoqlari qayerga tortsa, o'sha yoqqa qarab izlab ketardilar. Meni topmagunicha qaytib ketmasdilar. Meni topib, yuzi ko'zlarimdan o'pib, uyga olib kelib shirin ovqatlar pishirib berardilar. Lekin ikkinchi onam aytganimni qilmasang, o'yinni to'xtatmasang, senga ovqat bermayman deb aytadilar. Mana dada, 2 kundan beri hech narsa yemadim. Menga yolg'onchi onamni topib bering. Yolg'onchi onamni juda ham sog'indim deb yig'lab olgan ekan. Tushungan bo'lsangiz kerak. Yolg'onchi onalar qanday yaxshi onalar. Hammani onasini Alloh asrasin. Otasini ham asrasin. Ota-onalarimizni o'z panohida asrasin. Hech kim ota-onasi bo'lmasin.